Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengesinin hazırkı zaman qulluq şekli to'g'risidagi alayda dokladchisi Tomoya Obokata'nın 16 Avgust seyşembe günü e'lon qilgan etnik, diniy va til jihatdagi osonliklarga ta'sir ko'rsatgan zamonaviy qulluq nomidagi dokladida Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa osonlik millatlarning dehqonchilik va yasimichilik qatorliq sohalarda majburiy emgak silinayotganligi xulosalangan. Mazkur dokladda aql ambiri, tapovatsiz tashkilot va shohidlar naql qilinish orqali Xitoydagi ikki xil alohida davlat belgilangan sistema tanishtirilgan. Ularning biri kasbiy mahorat tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlari bo'lib, bu tuzumda kishilar qamalgan va emgakka selingan. İkincisi, emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirish va nomrodlikdan qutqizish nomida elib berilgan. Fransiya Xalqaro radiosining 15 avgustdagi xabarda bildirishicha, Xitoyning rasmiy sonliq ma'lumotlarida oshkorlanishicha, Xitoy virusi yuqumi va uy mulk bozoridagi krizis Xitoy iqtisodiga og'ir zarba bergan. 7-oyda Xitoyning iste'mol buyumlari va sanoat ishlab chiqarish nisbatining umumiy parchasi setilishi o'ylamagan darajada tuvallab ketgan. Xitoy statistika idorasining 15 avgust kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, oila chiqimining asosli ko'rsatkichi bo'lgan iste'mol buyumlarining parcha setilish miqdori 7-oyda o'xshash mezgildagiga selishtirganda 2.7% dan eshib, 6-oydagi 3.1% dan 0.4% tuvallagan. Tayvan Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi poytaxt Taybeyda o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoyning Tayvan amaldorlariga jazo yurgizish qaroriga inkos qaytardi. Bayonotchi Juanna mundaq dedi: Xitoyning Tayvandagilarning harakatiga buyruq qilish huquqi yo'q. Juan Tayvanning qonun bilan boshqarilishini qo'g'daydigan demokratik davlat ekanligini ko'rsatib, mustabid hokimiyatning tahdidiga hargiz bosh egmaydiganligini ta'kidladi. Xitoyning jazo tizimligida yer olgan Tayvan Yangi kuch partiyasining raisi Qin Jiahua mundaq dedi: Tayvan amaldorlari Xitoyni ziyorat qilmag'achqa jazoning amaliy unumga erishishi natayin. Çin yana Tayvan mustaqil egilik huquqli davlat. Men bir Tayvanlik dedi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu İsrailiyaning ijobiy inkosidan keyin o'zlarining til avabida bosh elchi tayinlashni qaror qilganligini e'lon qildi. İsrailiya prezidenti Isaac Herzog o'zining ijtimoiy aloqa to'g'rida ikki davlatning diplomatik munosabat saviyasini maqtadi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministerligi Xitoy askarlarining Rossiyaga berib, Vostok manevriga qatnashganligini e'lon qildi. Moskva oldingi oyda 30 avgustdan 5 sentyabrgacha Vostok manevrini o'tkazishni planlaganligini Hindiston, Belorussiya, Mongoliya va Tojikistonning manevriga qatnashadiganligini e'lon qildi. Xitoyning g'arbidagi Sichuan o'lkasida su elektr stansiyalar qurg'oqchilik sababidan yetarlik tok bilan ta'minlanmagachga zavodlarning ishlab chiqarishi uzilib qoldi. Yerlik hukumat va tok idorasi o'lkadagi 21 shaharning 19dagi zavodlarga evatilgan jiddiy ogohlantirish xatida bu hafta ishlab chiqarishni vaqtincha to'xtatishni talab qildi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu va Qirg'iziston Tashqi ishlar ministri Qulubayev bilan ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Çavuşoğlu Turk davlatlari tashkilotining masalalarini hal qilish va qatnashdagi to'salg'ularni tugatish uchun tirishadiganligini bayon qilib mundaq dedi: Biz Qirg'izistondan Turkiyagacha bo'lgan barliq qarindosh davlatlarni o'z ichiga olgan jo'grafiyani ashyo obort markazi qilishni maqsad qilamiz.